Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Minecraft. Bugun qo'limda ko'rib turganingizdek dinamit. Biz mingta dinamitni yo'q qilamiz. Ustida esa jitalni bedroqli xonada qamab qo'yamiz. Bu juda ham kuchli portlash bo'ladi. Jital omon qoladimi, qolmaydimi izohlarda yozib qoldiring. Men unda dinamitli joyni qilishni boshladim. Men o'zim sizlarga aytaman. Do'stlar, mana men dinamitlarni qo'ydim. 3 ta blok, ya'ni obsidian, clay obsidian va mana bu bedrock. Bularning ichida, buning ichida jitel, buning ichida ham jitel, bunda ham jitel. Qani qaysi birida omon qolar ekan? Bloklarni ham sinab ko'ramiz. Qani boshlaymizmi? 1 2 Koştuk. Kotte. Kot yaptı. Yo. Menimcha bu yerda temirchining uyi bor edi. Kot yaptı. Omon koptu. Yaxshi yotibmisan? Sen uni komon qo'ygansan. Sen chiqirayapsan. Uchrasi ham omon qoldi. Do'stlar, bugungi video tugadi. Hammaga xayr.